charchoq, uyquchanlik, asabiylashish, nafas siqilishi va bosh aylanishi sizni qiynayaptimi? Unda bunga bizda yechim bor. Temir xelat qondagi ferritin va gemoglobin miqdorini normal darajada ushlab turadi. Anemiya rivojlanish xavfini kamaytiradi. Xelatlangan temir shakli oshqozon ichak traktining nojo'ya ta'sirisiz yaxshi so'riladi. Ich qotishi va diareyaga olib kelmaydi. Kuniga bitta kapsuladan ovqat bilan birga qabul qilish mumkin. Charchoq, uyquchanlik, asabiylashish, nafas siqilishi va bosh aylanishi sizni qiynayaptimi? Unda bunga bizda yechim bor. Temir xelat qondagi ferritin va gemoglobin miqdorini normal darajada ushlab turadi. Anemiya rivojlanish xavfini kamaytiradi. Xelatlangan temir shakli oshqozon ichak traktining nojo'ya ta'sirisiz yaxshi so'riladi. Ich qotishi va diareyaga olib kelmaydi. Kuniga bitta kapsuladan ovqat bilan birga qabul qilish mumkin.